Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Tataristonda halok bo'lgan 8 nafar fuqaro jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Aytganlarini qilishim kerak edi. Tramp Turkiyada samolyotini nega almashtirganini izohladi. Rossiyada saylovlardan keyin yangi safarbarlik to'lqini boshlanishi mumkin. Rossiyada urushga yo'llangan mahbus ayollar qo'mondonlar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchradi. Erkaklar Tataristonda dronlar hujumi oqibatida halok bo'lgan 8 nafar fuqaro jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda 12-avgust kuni Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. 10-avgust kuni Tataristondagi Nijnikamsk shahrida joylashgan qator obyektlarga dronlar orqali hujum sodir bo'lgandi. Hodisa oqibatida Nijnikamsk shahridagi qurilish korxonasida ishlagan 8 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Bir qator fuqarolar esa turli darajada tan jarohatlari bilan shifoxonalarga joylashtirilgan. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga muvofiq tashkil etilgan hukumat komissiyasi doirasida Tashqi ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Migratsiya agentligi va boshqa mas'ul idoralar tomonidan halok bo'lgan fuqarolarning jasadlarini vatanga olib kelish, jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatish hamda ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Jumladan O'zbekiston fuqarolariga zarur yordam ko'rsatish maqsadida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov hamda O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Nodirjon Qosimov zudlik bilan voqea joyiga borib mahalliy mas'ul idoralar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Natijada 12-avgust kuni maxsus aviareys orqali halok bo'lgan fuqarolarning jasadlari O'zbekistonga olib kelinishi ta'minlandi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida ta'kidlanishicha, mazkur holat bilan bog'liq barcha masalalar, jumladan jabrlangan fuqarolarga zarur yordam ko'rsatish ishlari Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olingan. Qurbonlar orasida Tojikiston fuqarosi ham bor. Tatariston rahbari Rustam Minnixanov O'zbekiston va Tojikiston prezidentlariga dron hujumlari oqibatida halok bo'lgan fuqarolar uchun hamdardlik bildirdi. Aytganlarini qilishim kerak edi. Tramp Turkiyada samolyotini nega almashtirganini izohladi. AQSh prezidenti Donald Tramp iyul oyida NATO sammitidan so'ng Anqarani tark etishda samolyotini almashtirganini tan oldi. Bu haqda BBC xabar berdi. Men maxfiy xizmat va harbiylarning ko'rsatmalariga amal qilaman. Ular mendan boshqa reysda, boshqa samolyotda uchishimni so'radi. Men ularning aytganini qilishim kerak xolos, dedi Tramp jurnalistlarga. Bu bayonot Tramp 8-iyul kuni dastlab Air Force One samolyotiga chiqqani, keyinroq esa oziq-ovqat furgoni yordamida harbiy samolyotga o'tkazilgani aks etgan video tarqalgach yangradi. So'nggi lahzada amalga oshirilgan bunday almashuv Air Force One bortidagilarni xavf ostida qoldirganmi degan savollarni yuzaga keltirdi. Ammo Tramp 11-avgustdagi izohida o'zi o'tirgan harbiy samolyot kattaroq xavf ostida bo'lganini ta'kidladi. Air Force One bortidagi jurnalistlar va Oq uyning ayrim xodimlari prezident yashirincha boshqa samolyotga o'tkazilgandan bexabar bo'lgan. Tramp avvalroq Anqaradagi sammit chog'ida Eronning birinchi raqamli nishoni ekanini aytgandi. Nazarimda qandaydir bir tahdid bo'lgan shekilli. Men bu haqda ko'p ham surishtirmadim. Menga shusiz ham ko'p tahdid qilishadi. Siz bilmaydigan tahdidlar ko'p bo'ladi, degan Tramp 11-avgustdagi izohida. Tramp Turkiyaga Qatar sovg'a qilgan Boeing samolyotida kelgan. Biroq eski kunlar xotirasi uchun eski Air Force One'da uchib ketishini e'lon qilgandi. 8-iyul kuni tarqalgan kadrlarda uning Anqara aeroportida prezident samolyotiga chiqayotgani aks etgan. Biroq u samolyotning boshqa eshigi orqali oziq-ovqat tashiydigan furgonga o'tgan. Aynan shu furgon Trampni yashirincha odatda vitse-prezident foydalanadigan S-32A harbiy samolyotiga olib o'tgan. Urush vaziri Pit Hekset parvozni odatiydek ko'rsatish maqsadida S-32A bortida tashqi zinadan alohida ko'tarilgan. Jurnalistlar va Oq uyning ayrim xodimlari esa Air Force One bortiga chiqarilib, ularga illyuminator pardalarini tushirish buyurilgan. Shu sababli ular bortda Tramp yo'qligidan bexabar bo'lgan. Tramp Buyuk Britaniyaga uchgan va Washingtonga qaytish uchun Qatar sovg'a qilgan yangi birinchi bortga o'tirgan. Rossiyada saylovlardan keyin yangi safarbarlik to'lqini boshlanishi mumkin. Ukraina Rossiyada parlament saylovlaridan keyin safarbarlikning 2 yangi to'lqini o'tkazilishi ehtimoliga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy 11-avgust kuni fuqarolarga yo'llagan an'anaviy kechki video murojaatida ma'lum qildi. Zelenskiy o'z bayonotida Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi Alik Ivashchenkoning hisobotiga tayangan.
Ukraina prezidentining aytishicha, Kiyev qo'lidagi razvedka ma'lumotlari Rossiyada saylovlardan keyin keng ko'lamli safarbarlik o'tkazish rejasi mavjudligini ko'rsatmoqda. U bu ma'lumotlar Rossiyaning ichki hujjatlari bilan ham tasdiqlanayotganini da'vo qildi. Biroq Zelenskiy aynan qanday hujjatlar haqida gap ketayotgani va ularda qanday ma'lumotlar keltirilganiga aniqlik kiritmadi. Zelenskiyning da'vosiga ko'ra, Rossiya rahbariyati Davlat dumasi saylovlaridan so'ng yil oxiriga qadar qo'shimcha ravishda bir necha yuz ming kishini tezkor safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha, shunga yaqin miqdordagi yana bir safarbarlik 2027-yilda amalga oshirilishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bu reja Rossiyada kontrakt asosida harbiy xizmatga fuqarolarni jalb qilish bo'yicha hozir amalga oshirilayotgan choralarga qo'shimcha hisoblanadi. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning rejasi unchalik murakkab emasligini aytib, Moskva avval saylovlar orqali aholi urushni qo'llab-quvvatlayotgandek tasavvur yaratishga, shundan so'ng esa qo'shimcha safarbarlik o'tkazishga harakat qilayotganini da'vo qildi. Uning aytishicha, Ukraina rahbariyati Rossiya uchun bunday rejalarni amalga oshirishni imkon qadar qiyinlashtirish maqsadida harakat qiladi. Zelenskiy shu munosabat bilan Ukraina razvedka idoralari va maxsus xizmatlariga tegishli vazifalar berilganini bildirdi. Biroq ushbu vazifalar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi. Rossiya Davlat dumasiga navbatdagi saylovlar 2026-yil 18-20 sentyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Rossiyada urushga olingan mahbus ayollar qo'mondonlar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchradi. Rossiya Mudofaa vazirligi 2024-yilda ilk bor axloq tuzatish koloniyalaridagi ayollarni urushga ommaviy jo'natishni boshladi. Biroq va'da qilingan afv etish o'rniga ularning ko'pchiligi qo'mondonlar tomonidan jinsiy zo'ravonlik, pul undirish va boshqa tahdidlarga duch keldi. Bu haqda harbiylar va ularning qarindoshlarining ovozli xabarlari, hujjatlari, yozishmalari hamda ko'rsatmalariga asoslanib Vyorstga xabar berdi. Yo'llovchilar mahbuslarga 1 yillik shartnoma, 220 ming rubldan boshlanadigan maosh, jarohat uchun 1-3 million rubl, halok bo'lgan taqdirda 5 million rubl hamda sudlanganlikni olib tashlashni taklif qilgan. Vyorska nashrining yozishicha, loyihaning o'zi tanlov nomini olgan. Birinchi guruh 2024-yil boshida Rossiya janubida saralash va tayyorgarliksiz to'plangan. Bu guruh o'z-o'zini otish, giyohvandlik, ichki mojarolar va janglarda tezda talofat ko'rgan. Omon qolganlar front ortidagi gospitallarga sanitarka qilib o'tkazilgan. Sanitarkalardan birining aytishicha, ularga nisbatan nomaqbul harakatlar darhol boshlangan. Birinchi batalyon komandirining o'z ayollarga ularni front chizig'iga yuborishi yoki gospitalda qoldirish mumkinligini, lekin buning uchun tunda uning oldiga kelishlari kerakligini aytgan. Ba'zilar rozi bo'lgan va faqat keyinchalik ofitser taqsimotga umuman ta'sir o'tkaza olmasligini tushunib yetgan.